Ulamolarimiz aytadiki, ovqatni haddan tashqari ko'p yeydigan, qorin bandasi bo'lib qolgan odam Allohni unutadi deydi. Ya'ni Allohdan qo'rqish hissini yo'qotadi. Chunki shu ovqat yeyapti, nima qilsa shu. Ikkinchidan, o'zi shunaqa haddan tashqari to'yib, toshib ketganidan boshqa odamlarga rahm qilish sifati yo'qolar ekan. Hamma ham menga o'xshaganda qorni to'yg'izib yuribdi-da degan beparvolikka o'tib qolar ekan. Bu ham nihoyatda yomon narsalardan biri hisoblanadi. Shuningdek, badnafslik, taomni keragidan ko'p yemoqlik, va'z nasihat, mau'izalarni hech eshitganda ta'sirlanmaydigan qilib qo'yar ekan haligi odamni. Ulamolarning mulohazasi shu ekan. Ya odamlar yig'laydigan darajada zo'r mau'iza bo'lsa ham u uyqusirab o'tiraveradi. Ovqat qachon yetar ekanman, ishganmikin, boshqamikin, bu safargisi qanaqa bo'lar ekan deb xayoli o'sha yerda turaveradi doim. Undan keyin yana aytiladiki, o'shanaqa odam o'zi mau'iza qilsa boshqalarga ta'sir qilmay qolar ekan. Chunki o'zi badnafs, o'zi amal qilmayapti. Shaytonga qalbidan keyin yo'l ochib bergan. Uni mau'izasini kim eshitadi, kim ta'sirlanadi undan? Bu taraf ham bor ekan.